Assalomu alaykum. Malina Home kanali kuzatuvchilari. Mana bugun va'da qilganimizdek oldingi videomizda aytgan, ya'ni 25 va 30 mart kunlari oralig'ida ekilgan 7 xil navli malina ko'chatlarimiz toshloq yerda sinovdan o'tkazishlik uchun ekkanmiz. Agarda sinovdan yaxshi o'tgan navlarini mana shu yerlarga asta-sekinlik bilan kengaytirib boramiz inshaalloh. Bu yer o'zi malinaga qiziqishdan oldin ko'chatga qiziqib, turli xil shaftoli, bodom, o'rik, gilos qilib ekdik. Alhamdulillah, hammasida o'tgan yil ekkanlarimizda ham hosillar bo'ldi, toshliq yerda ham. Mana endi bu yil malina ko'chatga qiziqdik. Sinov tariqasida qaysi biri bizni iqlimga, issig'imizga va yerimiz, ya'ni toshliq yerga qaysi biri samarali ekanligini bilishlik maqsadida sinov tariqasida mana shularni ekdik. Xo'p, men bularni 25-24 mart oralig'ida ekilgan tosh aralash tuproqqa ko'mganmiz. Mana bu yergacha. Bundan buyog'i esa biogams aralashtirib ekkan ko'chatlarimiz yarmi 5 tasini tuproqqa ekkanmiz. Mana bular bu ko'chat navlarimiz mana shu birinchi ekkanlarimiz, ya'ni 25-kun ekkanlarimiz ancha jonlanib o'sib chiqishni boshladi. Xo'p, bu yerda esa mana bu oldi qator shu 7-8 ta ko'chatimiz 25-kuni ekilgan. Augustina, two timer now. Ancha ekkan vaqtimizda birinchi, ikkinchi kunlar so'lishib, bir nechta barglari qurishib qoldi. Endi hozir ancha yana qayta tiklanishni boshladi. Xudo xohlasa bulardan bu yil hozirda mana gullab turibdi. Mana gullari asta-sekin chiqyapti. Xudo xohlasa yozga, ya'ni bahorga hosilini olib, kuzga ikkinchi, ya'ni ostidan chiqqan navl tagidan chiqqan bolalaridan hosilini olamiz inshaalloh. Sizlarni shu ko'chatlarimizda o'sish jarayoni bilan asta-sekin kuzatib boramiz, ko'rsatib boramiz. Qo'llab-quvvatlab, podpiska bosib, like'larni bosib tursanglar, yangi malina bog' qurmoqchi bo'lib qiziqqanlar uchun ham bu eksperiment shaklida, ya'ni ko'rib qilayotgan ishlarimizda xato kamchiliklari bo'lsa aytib o'tsangizlar, to'g'rilaymiz. Agarda sizlar uchun biz qilgan ishda yangilik yo manfaat bo'lsa, albatta biz bundan xursand bo'lamiz.